Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan Yigitali Najmiddin, siz Barada kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, mana bugun Moskva shahrida narx-navolarni tanishtirib o'taman. Qani unda biz boshladik. Aziz do'stlar, mana bu yosh bolalarimizni oyoq kiyimi. Mana narxlari, mana bu 750 so'm. Buni hammasi 750 so'mdan ekan. Mana bu 1000 so'm ekan. Mana bu ko'rishinglar mumkin. 1200, mana bu 900 rubl. Oyoq kiyimlar narxi ko'rishinglar mumkin do'stlar. Bunga har xil, mana 150 rublga ham bor, 900 ga ham bor, mana bu 800 ekan. Женский etiklar bor, mana 1150 so'm. Bular hammasi 1150 so'mdan ekan, 1150 rubldan do'stlar. Mana bu oyoq kiyimlar, mana bu 600 rubl ekan, mana bu 800 rubl ekan. Mana 600-800 rubldan mana bu. Mana aziz do'stlar, sumka qatori keldi, 1120 so'm mana bu narxi mana sumkani. Mana bu narxi 1000 so'm ekan. Mana bu sumka narxi. Mana aziz do'stlar, mana bu sumka narxi 750 rubl ekan. Ochib turing, YouTube'ga chiqib qolishingiz. Mana bular hammasi 750 dan. Bular hammasi 750 dan ekan. Mana bu женский sumkalar do'stlar. Mana rementlar qatoriga keldik do'stlar. Mana qayerga o'tirganimizda to'g'ri bo'lmayapti barcha. Aziz do'stlar, rement narxini ko'rsatolmadim, narxini topolmadim. Mana bu Rossiyadan uyga ketayotganlar, mana sumkalar mana narxlari 1156 1650 so'm, mana bu 2450 so'm. O'zlaring ko'rishinglar. Narxlari degan har xil narx ekan. 1450 so'm do'stlar. Mana oyoq kiyim qatoriga keldik. Mana oyoq kiyimlar narxi 800 rubl. Mana bu oyoq kiyimimiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu 650 so'm. 650 rubl mana bu. Mana bu 700 so'm. Bular hammasi 700 rubldan. Mana bularda hamma qatori 700 rubldan ekan do'stlar. Mana bu qator 800 rubl. Qolgan qatorlar 800 rubldan ekan. Bular hammasi 800 rubl mana. Ochkilar 150 rubl optim mana. Женский, mujizga hammasi bor. Mana aziz do'stlar, brukkalar qatorasiga kelib, mujizga brukkalar, ular hammasi 1200 so'mdan bisi, hammasi 1200 so'mdan brukkalar. Xohlaganlaring tanlab olishinglar mumkin. Mana bu shafkalar hammasi
150 so'mdan hammasi. Mana bu qator 1300 dan ekan. Mana biz hammasi 1300. Mana hammasi 1300 dan. Mana bu buruk 1000 so'm ekan. 1000 so'mdan ekan. Mana bu kurtkalar hammasi hozir narxini ko'rsataman, 1200 so'm ekan mana. Hammasi kurtkalarda hammasi 1200 so'm mana. Kurtkalar ko'ryapsizlar. Hammasi 1200 rubllar. Mana tepaniki ham pastlarga mana bular kattakon kurtkalar 1450 so'mdan. Mana bu o'ttaniki tepaniki ham 1400 so'mdan. Ko'rinadimi yo'qmi? Ko'rinmadi do'stlar. Mana bu 3-qator 1450 so'mdan. Mana bu o'ttani qator 1200 rubllar mana bu. Mana shu kiyimlar 1200 rubllar. Mana bular 1300 ekan mana. 1300. Mana bular 1300. Mana bular. Mana ko'ryapsizlar 1300 dan. 1300 so'm mana. Kurtkalarda turli tumandan bor, xohlaganlaring tanlab olishinglar mumkin. Mana bu 1400 ekan mana bu. Balonchali kurtkalar. Ko'rishinglar mumkin. Mana bu futbolkalar 300 rubllar. Bu 550 rubl ekan mana. Adashimmi? Mana bu kurtkalar mana balonchali kurtkalar. Bular ham 1300 mana. Ko'rishinglar mumkin. Hammasi 1350 rubllar, 1300 rubllar. 50 deb adashib ketdim. Men 1300 dan hammasi mana bular. Mana bular 1400 ekan mana. Mana kurtkalar. 1400 dan do'stlar. Anaqa bu sportivkalar mana. Sportivkalar qatorasiga keldim. Sviter sportivkalar. Mana shu jemferimizning narxi 800 rubl ekan. 800 rubl ko'rishinglar mumkin. Mana bu shu qator 800 rubldan hammasi. Mana bu sportivkalar narxi mana hozir ko'rsataman. 550 so'mdan ekan mana. 550 rubl mana. Ko'rishinglar mumkin mana shu qator hammasi 550 dan. Hammasi 500. Ham kepkalarning narxlari mana 200 so'm, 220 so'mdan ham bular hammasi 220 so'm. Shapka kepkalar. Mana shortiklarning narxi mana 800 rubl, hammasi 800 rubldan. Tanlab olishinglar mumkin xohlagan Weber'dagi shortlarni. Mana sportivkalar qatorasiga keldi. Hozir mana sportivka har xilga sportivkalar narxi mana bu 1950 rubl ekan mana. Bular hammasi 1950 dan ekan mana. Sportivkalarning narxlari 1950 so'm hamma. Tanishib chiqishinglar mumkin. Mana bu sviterlar qatorasiga keldi. Sviterlarning narxi mana 300 rubldan. Hammasi 300 rubldan sviterlar. Hammasi 300 rubl. Mana bu kepkalarning narxi hammasi 200 rubldan mana. Ko'rishinglar mumkin. Sviterlar qatori. Mana bu koja kurtkalarning qatori. Bular narxi mana 1150 so'm hammasi
Ko'rishinglar. Hammasi 1150 rubl. Ko'rishinglar mumkin. Shular hammasi 1150 so'mdan. Xohlaganlaringni olishinglar mumkin. Mana yana sportivkalar qatori chekildi. Bular sal arzonroq sportivka. Mana 1200 rubl. Hammasi shular yarimigacha. Ular qolganlari pashti 2000. Boya ko'rsatib o'tdim. Ular hammasi 1200 rubl. Mana aziz do'stlar, Moskvani Sergey Posad degan rayonni narx-navolari bilan tanishtirib o'tdim deb o'ylayman. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman do'stlar. Endi Shahrisabz o'zgarib, Baroda kanaliga ayrim sabablarga ko'ra kanalning nomi o'zgardi. Mana shu magazin, Simichniy Sene degan magazin, hali ko'rishinglar mumkin. Mana Simichniy Sene degan magazin. Aziz do'stlar, shuning bilan videoni ko'proq klass bosib, kommentariyani gumurlatib tashlab, jigarlarim kengroq tarqatasizlar degan umiddaman. Sizlarga ishonaman do'stlar. Mana Moskvaning ko'chalari, sentr ko'chalari do'stlar. Xayr salomat bo'lasizlar. Agar kanalni yangi ko'rayotgan bo'lsanglar, obuna tugmachasini bittagina bosib qo'ysanglar, boshimiz ko'kka yetadi. Kanal nomi o'zgardi. Endi videolar ham zo'r videolar chiqadi degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.